Iftorlik dasturxoni uchun bu taomni tayyorlab bersangiz, ro'za tutganlarni duolariga qolasiz. O'zi ham suviga nonlarni botirib yeydigan taom bo'ladi. Retseptini qoldiraman. Assalomu alaykum. Ishimizni qiyma, 15 minut ivitilgan guruch, qirg'ichdan chiqarilgan piyoz, non talqoni, tabga ko'ra tuz va ziravorlar hamda bitta dona tuxumni chaqib, yaxshilab aralashtirib olishdan boshlaymiz va yong'oqdan kattaroq tiftilchalar yasab olamiz. Yarim soat yoki 1 soatga morozinlikka olib qo'yamiz. Bu orada kartoshkalarni orqa oldilarini qizartirib qovurib, yog'dan olamiz. Xuddi shu yog'da tiftilchalarni ham qizartirib qovurib olamiz. Yog'imni ko'pirib ketgandan tiftilchalar ko'rinmaydi ham. Endi qozondan yog'larni bo'shatib, birozgina yog'da piyozni yaxshilab qizartirib qovurib olamiz. Tabimizga ko'ra tuz va ziravorlar hamda 2 osh qoshiq unni solib, yaxshilab qovurib, qaynagan suv quyib olamiz. Qovurib olingan kartoshka tiftillarni qaytarib qozonga solib, cheri pomidorcha terib chiqamiz, bo'lmasa shart emas. 20 minutga past olovda dimlab qo'yamiz.